oyi nima qilganingiz? Ahmoq! Oyi, tinchlikmi? Sen odam ajratishni bilmaysan. Mana shu ahmoq qizni uchrashuvga olib chiqaman dedim. Oyi, bo'ldi qiling, uyat bo'ladi. O'sha kuni uchrashuvga chiqqan kuning mana shu qiz Shohruz akangga ko'zini suzgan. Mana endi Shohruz to'yda atli qilib o'tiribdi. To'y bo'lmas ekan endi. Tuhmat qilmay, kenayim yaxshi narsa qilgan. Men tuhmat qildim. Qizi yo'q aya. Beting qursin. Yo'q, tuhmat qilmay, kenayim. Oyi, siz o'ylab gapiryapsizmi? Hozir gaplaringiz. Men o'ylab gapiryapman. Sen qachon odam ajratishni o'rganasan a? To'y yo'q endi. Fotiha bekor bo'ldi. Endi buguningdan battar bo'l. O'z yog'ingga o'zing qovurilib o'tir endi. Sharmanda qilding. Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas-ku. Shohruz aka, bu nima qilganingiz? Meni tuhmatga qoldirdingiz-ku. Sabina, men bor gapni aytdim. Chunki sizni yoqtirib qoldim. Oldingizdan chiqib qolishim bekorga emas. Sizni bir kun ko'rmasam sog'inardim. Iltimos, bo'ldi qiling. Asalni oyisi, sen qizimni qalig'iga ko'z suzgansan deb yuzimga tarsaki tushirdi. Meni aybimni nima qildim men? Hozir qayerdasiz? Ayting, yetib boraman. Yo'q, kelmang. Men dugonamning yigitiga hayotda turmushga chiqmayman. Meni tinch qo'ying. Meni baxtsiz qilganing uchun sen ham hech qachon baxtingni topmagin, iloyim. Shohruz aka, nimaga unaqa qilasiz? Sizni sevib qolgandim-ku, nimaga tushunmaysiz? Endi qanaqa yashayman, qanaqa unutaman?